Bugun aholi bandligini ta'minlash eng ustuvor masalalardan biri. Shu maqsadda ayniqsa yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish, bu yo'nalishda turli imtiyozlar qo'llashga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Bunday imkoniyatlardan samarali foydalanayotgan yoshlar o'z tadbirkorligini samarali yo'lga qo'yib, nafaqat o'zini va tengdoshlarini ham ishli qilyapti. Xususan, namanganlik bir qancha yoshlar otchilik, yilqichilik faoliyati ortidan yaxshigina daromad ko'rmoqda. Vodiy, ayniqsa Yangiqo'rg'on kengliklari toza havosi, betakror iqlimi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bu hududda turizm, bog'dorchilik, chorvachilik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Aksar bu yerliklarning asosiy daromadi ham shu tarmoqlardan. Tog' oldi zonalarda yilqichilik, ot parvarishidan yaxshi kirim qilishadi. Ahamiyatlisi bu yerlarda ot boqishni biznesga aylantirayotgan yoshlar va ularning safida qizlar ham bor. Masalan, Diyora Erkinboyeva, u hali maktab o'quvchisi. Bugun o'zining 20 ta oti, ya'ni fermasi bor. U shu sohada tadbirkor bo'lmoqchi. Bugun u otlarni o'zi sotadi, parvarishlaydi. Xullas, mustaqil shu soha bilan shug'ullanmoqda. Men yoshligimdan otlarga qiziqaman, chunki amakim ham, dadam ham ot bilan shug'ullanishgan. Shuni orqasidan biz ham qiziqqanmiz. 3 yoshimdan otlarning yoniga borishni boshlaganman. Bu otlarga o'zgacha mehr berish kerak, bularga jahl qilmaslik kerak. Odam qilgan muomalasiga qarab, bular ham javob qaytaradi. Hozirda 15 ta o'zimning shaxsiy otlarim bor. Eng katta daromadim 50 million. Kelajakda bundanda kattaroq foydalar topish niyatim bor. Diyorbek ham shu oilaning farzandi. U mohir chavandoz. Bugun u ham 20 dan ortiq otlarga egalik qiladi, parvarishlaydi, ko'paytiradi va sotadi. Bozordan olsam, bozorga chiqib sotadigan bo'lsam 1 million foyda qilaman. Agar uyimga olib kelib 2-3 oy boqadigan bo'lsam 5-6 million foyda qilaman. Bir oyda 30-40 million daromad qilsa bo'ladi. Yaxshi otni, yaxshi to'y ot qilaman desangiz, qattiq qo'l bo'lish kerak. 5-6 yildan beri professional uloq chapishga yondashganman. Qiziqqan odamning yuragida bo'lish kerak. O'zimizni bor mehrimizni otlarga berishga harakat qilamiz. Asosan dadamlar bu ot bilan shug'ullanganligi sababli biz ham chavandoz o'zbek qizlari sifatida qo'rqmasdan billa chopamiz, billa qaraymiz, o'zimizni qo'shimcha daromadimizni orttirishga harakat qilamiz. Oilamizdagi barcha qizlari chavandoz qizlar hisoblanadi. Qaysi ot bo'lishidan qat'iy nazar bemalol mustaqil o'zim chopa olaman. Aslida har qanday ishni ham daromad manbaiga aylantirish mumkin, faqat uni tizimli yo'lga qo'yib, biroz ishtiyoq bilan yondashilsa bo'lgani. Yoshlar esa bugundan allaqachon o'z kelajaklari uchun qo'shimcha biznes yo'nalishini hozirlab ulgurdilar. Siz Fakt 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.